nikohidagi ayolga nafaqa berib turish. Oyiga ajratgan pulini bersin. Bu ayol o'zini ehtiyojiga, dunyoviy ehtiyojiga va uxroviy ehtiyojiga ishlata olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizdan so'raydilar. Ey Oysha, qurbonlik qildingmi dedi. Ha, qildim ya Rasululloh. Go'shtini nima qilding? Go'shtini 3 dan 2sini olib qoldim, bir qismini faqirlarga tarqatdim. Ha, barakalloh deb ketdilar. Shunda xizmatchilari onamizdan so'rashdi. Ey mu'minlar onasi, siz Rasulullohni aldadingizmi? Siz 3 dan 2sini olib qoldim dedingiz-ku, axir 3 dan 2sini tarqatib yubordingiz-ku. Desa onamiz aytgan ekanlar. Bolam, o'zingga olib qolganing berib yuborganing dedilar. O'zingga olib qolganing yo'q narsa bu. Birovga berganing qiyomatga o'zingga qoladi. Mol dunyo shunday bo'lsinki, u dunyoga uni qasrga olib borsin.